Assalomu alaykum yurtdoshlar, qadrdonlar. Hammalaring yaxshimisizlar? Kirib kelayotgan hayit ayyomlaring muborak bo'lsin. Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa qishlog'idan gapiryapmiz. Shu bugun yo'llarimiz tugadi, mana ko'rib turibsizlar, asfaltimiz tugadi. Qoratepa katta yo'li asfalti tugadi. Bugun bayram bo'lyapti. Ertaga hayitli bo'ldi. Bittadan laklarni urib tarqatib qo'yasizlar. Mana bu yerda katta bayram bo'lyapti. Bugun Arafa. Salomat bo'linglar yurtdoshlar, musofirlar uchun video qildik. Inshaalloh yo'llarimiz juda ham dahshat bo'ldi lekin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor hayit ayyom muborak bo'lsin. Muhtaram qishloqdoshlar, muhtaram Qoratepa ahlilari, Qoratepa farzandlari, yurtdoshlar. Mana azizlar, bugun Qur'on hayitini bir kun avvalgi Arafa kuni bugun. Mana bundan 2 oy bo'ldimi? 2 oylar avval hamma oyoqqa turib, oyoqqa turib, bozorlarda yurib, ovozinglarni berib ketinglar. Shu yo'limizni asfalt qilmoqchimiz, o'tgan ketganlar yordam qilinglar deb bir qancha qishloq ahillarimiz, yigitlarimiz qimmatli vaqtlarini, tillodan qimmat vaqtlarini bozorlarda yurib ovoz olishgan edi. Hammamiz bunga guvohmiz. Qo'limizdan kelganicha himmat qildik, qo'limizdan kelganicha g'ayrat qildik, qo'limizdan kelganicha qishloqimizga vaqtimizni fido qildik. Mana azizlar, bugun mana shu harakatlarimizni mevasini ko'rib turibmiz. Mana yaqindagina 6 metrlik ko'cha edi. Ikkala taraf katta trotuarlar bor edi. 6 metrlik ko'cha edi. Ko'chamizdan ancha xarob ahvolda edi. To'g'rimi? Hammamiz buni guvohimiz. Agar mana shu yo'lda biror odam to'y marosim qiladigan bo'lsa, ikkala yonga odamlar mashina qo'ysa, yo'nalish to'silib qoladigan darajada edi. Tiqilib qolyapti. Bu betga odamlar mashina qo'ysa, o'tib ketdi, bitta yo'nalish qolyapti xolos. Qancha yo'llarga xalaqit berilyapti. Ham Allohga bo'lsin, shukr Allohga bo'lsin. Ana marosim qiladimi, to'y qiladimi? Endi hech yo'qida ikkita yo'nalish to'silib berilmoqda.
Hozir yonma-yon qo'yilsa 7 ta mashina sug'uradigan bo'ldi. Bir-birini yonma-yon qo'yilsa 7 ta mashina sug'uradi. Avval 2 ta mashinamiz zo'rlaslardi. Yoniga 7 ta mashina qo'ysa sug'uradigan bo'ldi. Xudo xolasa bitta qo'yib rasmga olib yurtaga tashlaymiz. 7 ta mashinani qator qo'yib rasmga olib Xudo xolasa yurtaga tashlaymiz. Buni xursand Xudo xolasa faxrlanganimizda. To'g'rimi? Mana shu yo'l mana qishda boshlangan. Mana kengaytirishlikda shag'al bergan birodarlar, qishloqdoshlarimiz bor. Latoyga pul bergan, latoy o'rnatgan, istaldoq qo'ygan, ko'bralarni qo'ygan, bayroqlarni qo'ygan mahalladoshlarimiz, qishloqdoshlarimiz bor. Mana bugungi kunga ish boshlangandan beri har kuni obed berib, suv, choy, tarvuz, meva-chevalar bilan har kuni bu xizmat qilayotgan akalarimiz holidan xabarab turishdi. Hech ham bularni och qo'ymadi, chanqatib qo'yishmadi qishloqdoshlarimiz. Shunday bir qishloqdoshlarimiz bor ekan, himmatli, menga nima deb o'tsa ham bo'laveradigan holat, lekin unaqa qilishmadi. O'tgandan ketgandan suvmidi, tarvuzmidi, somsamidi, ovqatmidi, nima bo'lsa qo'lidan kelganicha himmat qilishdi. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, agar mana shu holat hozir nimani evaziga deb bilasizlar hozir. Mana shu 14 metrli yo'l, salkam 1,5 kilometrli yo'ldi. 14 metr, salkam 400 metri 20 metrga doğru bo'lib kengaydi. Shu ne'matni nimani evaziga deb bilasizlar. Men aytishim mumkin, savolimga javobni o'zim beraman. Birdamligimiz va himmatimiz deb bilaman. Shu paytga dur hammamiz o'zimni oldim deb mashg'ul bo'lganmiz. Qishlog'imizda hech narsa o'zgarmagan edi. Mana hammamiz meni uyim, meni ko'cham emas, meni qishlog'im deb harakat qildik. Mana shu uchun ne'matga erishdik. Xudo xolasa, Xudo bu yo'lni bersa, nafaqat o'zimiz, balki farzandlarimiz, balki nevaralarimizga xizmat qiladigan yo'l bo'ladi. Bu tarixiy. Xudodan so'raymiz, Robbim buni mustahkam qilsin. Kelajak avlodga mana shu shaklni yo'qotmasdan Xudo xolasa yetib borishimizni Xudodan so'raymiz. Shunga boshqalarga javoblik qilib, yurtimizni tinchligini, osmonimizni musofirligini, qishlog'imizni esa Robbim obod aylagin. Obodlikka sababchi bo'layotgan birdamligimizni va himmatimizni, vatanparvarligimizni, xosatan qishloqparvarligimizni o'zingiz ziyorat qiling. Mana shu narsalar hammasi vatanparvar bo'lganligimizdan, qishloqparvar, qishloqsevar, qishlog'imizni aholisini yaxshi ko'rganligimizdan qilyapmiz. Shu ishlarni mana jamoa bilan butun qishloq oyoqqa turdi. Har oyda 100 mingdan beri balki himmatli birodarlarimiz undan ziyodasidan berib bizga ko'mak bo'lib turishdi, yelkama-yelka biz bilan turishdi. Barcha qishloqdoshlardan himmati bo'lgan va hissasi qo'shilgan Robbim barcha qishloqdoshlarimizdan o'ziga rozi bo'lsin. Shu qishlog'imizni barchalarini himmatli qilib, saxovatli qilib, qishloqparvar qilib, xayrli ishlardan chetda qolmaydigan qilib tarbiyalagan ota-onalardan ham himmat va saxovatga ega bo'lgan qishloqdoshlarimiz o'zlaridan Robbim o'ziga rozi bo'lsin. Parvardigor olam, yana o'zingdan so'raymiz. Hali qishlog'imizda qancha qiladigan ishimiz bor. Mana bu tarafda Sharqon ko'chamiz, bu tarafda mana Hoji mahallaga ketadigan yo'limiz, bu tarafda Nezvotirga qarab ketadigan yo'limiz, yana 3 markaziy yo'limiz bor edi. Xudo xolasa mana shu birdamlikda davom etadigan bo'lsak, yana bir yoqdan bosh chiqarsak, senga nima qolgan yo'llarimizni ham osongina Xudo xolasa ado qilamiz. Mana agar shu yo'lda agar shu o'pen byudjet g'alabasini Robbim bizga bermagan edi, bu yo'lda juda ham qiynaladi. Chunki hozir o'pen byudjet tarafdan, davlatimiz tarafdan 2000 tonna asfalt bosib berilmoqda. 2000 tonna. Stansiyani qo'shnilarni u yog'iga 1200 tonna asfalt sarfladi. Mana bu joylarga hozir menimcha 600-700 tonna yana bizdan ketdi. U yog'iga 1200, bu yog'iga 600 tonna hisoblasak ham 1800 tonna qishlog'imizga o'zidan ketdi. Agar bu 2000 tonna o'zimizdan ketganda juda qiynaladi.
yurtboshimizning tanijoni sog' bo'lsin. Shunaqa o'pen byudjetlarda yo'lga qo'yib, bu loyihalarni yo'lga qo'yib, shu fuqarolarimiz, davlat odamlari o'zlari harakat qilib yutmasin dedi. Biz qilib beramiz dedi. Biz harakat qilib yutdik. Mana qilib berdi. Xudo xolasa shu ne'matni biz ko'rdik. Hammamiz ko'zimiz bilan guvohmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz barcha rahbarlar tanijolari sog' bo'lsin. Viloyat rahbarlari, bu yo'l qurilish rahbarlari hammalarini Robbim o'zining panohida asragin. Hifzingda saqlagin. Bu g'alabaga sababchi bo'lgan, bu asfalimiz tamomiy yetishiga sababchi bo'lgan barcha qishloqdoshlarimizga Robbim rozi bo'lgin. Birgaligimizni ziyoda qiling. Hech aramizga kelishmovchiliklar, chiqishmovchiliklar, g'illu g'ashlar tushirib qo'ymagin. Inoqlikda, totuvlikda, birdamlikda, himmat va saxovat bilan Robbim rozi bo'ladigan ishlarni qilishligimizda hammamizga madadkorimiz Nusrat va sallallohu taala ala xayroki Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Mana bu yo'l Xudo xolasa qishlog'imizga hayitli bo'l. Kepti yürü. Yo'llarimiz tugadi, Xudo xolasa.